Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. The House gazetida 2 mart günü e'lon qilingan Angliya irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan ayblangan davlatlardan sog'lomlik uskunalarini setib olmasligi kerak sarlavhalik maqolada mundaq deyildi. Sog'lomlik va asrash qonunining loyihasi uchun barliq taraflarni o'z ichiga olgan bir dokladni o'tirib qo'ydik. Maqsadimiz xalqaro sog'lomlik mulozimatini ta'minlash siyosati bo'yicha zo'r miqdordagi jamoat xarajati bilan setilgan bir qismi irqiy qirg'inchilik bilan ayblangan davlatlardan kirgizilgan zo'r miqdordagi mollarning manbasini nazarda tutishga kafolatlik qilishdan iborat. Tuzitish kirgizishda Xitoy Xalq Cumhuriyatining ismi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, nazarimizdan soqit emas. O'tgan yili yozgacha Angliya Xitoydan jami 10 million 700 ming jubbalayni o'z ichiga olgan 24,1 milliard dollarlik shaxsiy qo'g'dash uskunalarini setib oldi. Biz o'zimizga tayanishni kuchaytmadik. Sodada Xitoyga tayandik. Bir davlat mollarini ishlab chiqarishda qul emgakiga tayansa, boshqa davlatning raqobatini azaytadiganligini, Angliyaning ishlab chiqarish kuchini sodaning sirtida qoldiradiganligini davomli ta'kidladik. Bizning oddiygina tuzitish loyihamiz ularning hammasini bir taraf qila olmaydi. Angliya 1948-yildagi irqiy qirg'inchilik ahdnomasini qo'llaydiganligini va zamonaviy qulluqqa qarshi turishda dunyoni yetaklayotganligini ta'kidlaydi. Necha yuz million fond sterling xalq puli atalmish Shinjongdagi majburiy emgakdan foyda olgan shirkatlarning yanchiqiga kiradi. Hukumatning irqiy qirg'inchilik xavfi bor deb qaragan dunyodagi har qanday rayondan sog'lomlik mulozimat aslahalarini setilishi qonunga xilof. Biz setib olgan mahsulotlar irqiy qirg'inchilik bilan bulg'anib ketmasligi kerak. Bu tuzitish kirgizish irqiy qirg'inchilik xavfini hukumatning bag'lashini talab qiladi. Biz irqiy qirg'inchilikning og'ir xavfini his qilamiz. Uyg'urlar masalasida biz vazifamizni ado qila olmadik. Bizning vazifamiz irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish, xalqaro sog'lomlik mulozimatining ekspluatatsiyadan foyda olishini cheklash. Bizning tuzitish kirgizish loyihamiz parlamentning maqsadini buzg'unchilikqa uchratishga uringan lobbichilarga qarshi turadi. Parlament va davlat ishlari kotibining huquqiga, setib olish siyosatimizdagi samimiyatga kafolatlik qiladi. Xalqaro sog'lomlik mulozimatining qulluq emgakiga bog'lanishining oldini oladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati, Angliya hukumati va har qaysi ministerlik shundaqlar tarmoqlar Xitoyni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan har qanday davlatlardan barliq mollarni setib olishni to'xtatishi kerak. Undaq bo'lmaganda irqiy qirg'inchilikni mablag' bilan ta'minlagan bo'ladi dedi. Saudiya Arabistonlik jurnalist, yozuvchi Jamal Al-Ard 4 mart kuni Twitter hisobida biz musulmonlar Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlarining huquqini Xitoy ijtimoiy qurilmasining bir qismi sifatida ayrimchilik qilmay Islom hamkorlik tashkiloti bilan ko'rsatgan tirishchanligidan intayin mamnun degan. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga vaqtida inkos qaytarib, Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Shundaqla Sharq Turkistondagi islom dini va boshqa dinlarga umumyuzlik hujum qilyotidi. Biz Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Xalq Cumhuriyatini maqtaganlarni la'natlaymiz. Islom hamkorlik tashkilotini Sharq Turkiston musulmonlari haqidagi majburiyatni ado qilishga chaqiriq qilamiz dedi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 3 mart kuni Twitter hisobida mening qarashimcha Amerika hukumati to'g'ri ishlarni qilish uchun darhol uzunga so'zilgan zarur qadamlarni bosishi kerak. U bo'lsa Junxo Jumhuriyati, ya'ni Tayvanni erkin va egalik huquqqa ega bir davlat deb diplomatik e'tirof qilishi kerak. Bu Tayvanning kelgusidagi mustaqilligi uchun emas, balki allaburun mavjud bo'lgan reallikni e'tirof qilishdir. Bu reallik shuki, sizning ilgirki va hozirgi nurg'un rahbarlaringiz aniq qilib aytgandek, Tayvanning mustaqil davlat ekanligini jakolashining hojati yo'q, chunki Tayvan allaburunla mustaqil bir davlatdir. Uning ismi Junxo Jumhuriyati. Amerika hukumati va xalqi faqat buning siyosiy, diplomatik va egalik huquq realligini e'tirof qilishi yetarli. Tayvan dunyoning erkin, demokratik va egalik huquqqa ega davlat deb atab hurmatlashiga arziydi degan. Baş ministerimiz Salih Xudoyer efendi bununla inkos qaytarib, Uyg'urlar bu harakatga o'tish chaqiriqida 2-chi o'rinda. Amerika hukumati Junxo, ya'ni Tayvan Jumhuriyatini, Markaziy Tibet idorasini, ishg'ol qilingan Tibetni, Tibet surgunda hukumatini, ishg'ol qilingan Sharq Turkiston va Sharq Turkiston surgunda hukumatini diplomatik tunish taklifini sunish kerak dedi.
ABC xəbərlərinin 3 martdakı xəbərə qaraganda, Germaniya Tashqi ishlar ministri payshanba kuni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik hüquq işxanasının atalmış Şinjandakı Uyg'urlarning ahvoli to'g'risidagi dokladini e'lon qilishni talab qilgan edi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Twitter hisobida Germaniya Tashqi ishlar ministrligining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı inson haqlari ishxonasidan Xitoy tarafidan besilgan Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida doklad e'lon qilishni talab qilganligidan minnatdor ekanligini, Germaniya hukumatidan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni talab qilganligini bildirdi. Vatan uni so'yganlarga oid. Vatanni so'ymakning haqiqiy ma'nosi qo'ldan ketmaganda uni yuksaltmak, qo'ldan ketganda tajovuzchidan qutqizmak. Vatanparvarlik ruhini yo'qotgan bir insonning qozongan mol dunyosi, erishgan mansab shuhratining hech nimaga ahamiyati yo'q. Hazrat Ali raziyallohu anhu shaxsiy manfaatingizga ziyon yetkazgan insonni kechirishga bo'ladi, ammo vataningizga ziyon yetkazgan insonni kechirishga bo'lmaydi degan. Bu yerdagi kechirishga bo'lmaydi demak, tajovuzchi bilan kurash qilmoq, vatanni ozod qilmoq degan ma'noda keladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.